Dişimizi devam hürmetlik vatandaşım. Baynımı dep toxtuduq. Tinchlikni ishga oshirishni chiqish nuqtasi qilib, ba'zi davlatlarning yana bir qatim harbiy aslahalarni Afg'onistonga va Afg'oniston atrofidagi rayonlarga o'rinlashtirishiga munosabatlik bu davlatlar terroristlarga qarshi turish masalasida qo'sh o'lcham qo'llanmasligi lozim va terroristlarga yo'l qo'yish orqali geopolitikalik siyosiy maqsadlarni ishga oshirmasligi lozim. 9. Jungo taraf Afg'oniston masalasini xalqaro rayonlararo moslashtirishni ilgari surish kerak deb hisoblaydi. Yangi vaziyat ostida Afg'oniston har tarafla hamkorlashadigan sahnaga aylanishi lozim. Rayon xarakterli, ya'ni geopolitikalik siyosatning jidal majra qiladigan o'rniga aylanib qolmasligi lozim. Jungo taraf Afg'oniston masalasini siyosiy hal qilish loyihasini ilgari surishni, tadbir elishni qo'llaydi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar diplomatiya ministrlari yig'ini va Shanxay hamkorlik tashkiloti, Afg'oniston aloqalashish gruppasi va Moskva shakli orqali maslahatlashib, Jungo Afg'oniston, Pokiston 3 davlat diplomatlari suhbati orqali Jungo, Rossiya, Pokiston, İran ve 4 davlat diplomatlarining Afg'oniston masalasi bo'yicha g'ayri rasmiy suhbati orqali Amerika, Jungo, Rossiya qo'shilgan maslahatlashish Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq organlarning ponksilik sahnasida Afg'oniston masalasi bo'yicha ko'p taraflik moslashtirishni qanot yaydirib, Afg'oniston ve xalqaro muqimlikni diqqatni markazlashtirib, Afg'onistonda yordam berish, o'rtoq tunishin va hamkorlikni tirishib ishga oshirishimiz lozim. 10. Jungo taraf Afg'onistonda insonparvarlik va musofirlar masalasini hamkorlashib hal qilish kerak deb qaraydi. Jungo taraf Afg'oniston musofirlariga ko'ngil bo'ladi. Ko'p yo'llar orqali yordam berishni davomlashtirdi. 11. Jungo taraf Afg'onistonda zaharlik chekimlikni cheklashni qo'llaydi. Bu 10-11 moddalardagi ba'zi so'zlarni qisqartib o'tdim. Do'stlar, siz bizga ahamiyatsiz gaplar. To'liq so'zlaydigan Xitoylarning so'zlarini qisqartib o'tdim. Tugadi mana. Siz şunun dikkat qiling, hozir Tayvan bo'g'izi deb so'zlayapmiz. Tunugun sizga savol qo'ydik. Oldingi kuni chekindi dedik. Tunugun savol qo'ydik, ya'ni urush tahdidi keldi dedik. Bugun endi mana Afg'oniston yoki tunugun e'lon qildi Afg'oniston to'g'risida Jungoning 6 moddalik siyosati. Jungnanxega savol qo'yaylik, hurmatli vatandosh. Sen qaysi tarafni oldin hisoblab qarashing mumkin? Tayvan bo'g'izinimi va yoki mustamlika Uyg'uriston hisoblarinimi? Birinci savol. İkinci savol, Tayvan bo'g'izisining askeriy qismlarining hammasi tayyor. U nima biz agar hujum qiladigan bo'lsam bu mustamlika urushi deb aytamiz. Agar Uyg'uristonda yana bir baloyi ofat taraydigan bo'lsang, yoki orqa sap deb muomala qiladigan bo'lsang, yoki oldingi sap deb muomala qiladigan bo'lsang, biz uni o'xshashla Xitoy hukumati Uyg'uristonga mustamlika munosabati ostida siyosat yurgizib o'tadi deb qaraymiz. Endi sizlar bilan muhokama qilamiz vatandoshlar. Siz selektirib o tarafga Tayvan, bu tarafga Uyg'uriston. Hozir Xitoyning tayyorligi nima?